Chilonzor metrosi yaqinidan 3 xona, 4 xona qilingan xonadonimizni ko'rsatib o'tamiz. Barcha xonalari va sanusiylari alohida joylashgan. Hali remontdan keyin hech kim yashamagan bu xonadonimiz 4 qavatli g'ishtli uyning 3-qavatida joylashgan. Uyimizning dizayni sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Chilonzor tumani Naqqoshlik mahallasida joylashgan. Bu xonadonimiz Singapurskiy universitetiga ham yaqin joyda joylashgan. Har bitta havas qilgan insonga shunday chiroyli xonadonlarni eng kamida ota-onasiga sovg'a qilish nasib qilsin. Bu 3 xona, 4 xona qilingan uyimizga shunday yangi remonti va barcha mebel texnikalari bilan birgalikda 95 ming so'rayapmiz. Pastdagi raqamga aloqaga chiqsangiz, albatta narxlarini kelishtirib beramiz. Bu uyimiz haqida qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni izohlarda yozib qoldirdik. Toshkent shahridan uy qidirayotganlar uchun Telegram kanalimizni ham yo'lga qo'yganmiz. Telegram kanalimiz malakali mutaxassislar tomonidan yurgiziladi va kanalimizda joylangan uylarni esa rasm va narxlari bilan ko'rsatganmiz. Eng muhimi, barcha uylarning kadastr hujjatlari bor. Bir kun ichida o'zingizning nomingizga hujjatlarni bemalol rasmiylashtirib, Toshkent shahridan yangi uyli bo'lishingiz mumkin. Telegram kanalimiz manzili esa aktualnida.